Soliqdan kelishibdi. Qarzimiz ko'payib ketibdi, to'lab qo'yish kerak. Shunaqa degan. Mani pulim yo'q. O'zing to'lab tur. Har holda xalqaro kompaniya rahbarisan. Topish tutishing ancha yaxshi mendan ko'ra. Men bo'lsam oddiygina bitta shifoxonani, oddiygina bir pediatrman. Kesatmang Botir aka, bu kasb o'zingiz tanlagansiz. To'g'ri, bu kasb o'zim tanlaganman, lekin tan olish kerak-ku. Mendan ko'p pul topasan. Endi direktorga shu pulni to'lash arzimagan narsa-ku. Men shuni aytasan menga. Qachongacha hamma to'lovlarni men to'layman. 5 yildan beri shu ahvol. Nega bunaqaligini oldin sezmagan ekanman? Sevgini ketidan kichik hovliga kelin bo'lib tushdimi? 1 yil o'tmay. Yaxshi, o'zim to'lab qo'yaman. Rahmat jonim. Puling ko'p bo'lsin. Seni alohida chiqarib yuborish bu menga juda ham g'alati bo'layapti. Bolam, yuraklarim haligi nima deydi? Irib oqib ketyapti, lekin ilojim yo'q-da. Ukangni ham uylashimiz kerak. Endi to'g'risini aytsam, men ham sizsiz yasholmayman boshqa uyda, begona uyda o'rganib qolganman. Shunga ukam uylansin, o'zi chiqsin alohida uyga. Biza qolaylik shu yerda. Haligi menga qolsa ukangni chiqarardim, bolam. Lekin sizlar yaxshi topibsizlar-da. Endi ukangni bilasan, topib tutish yaxshi emas. Ha, qizim nima dedingiz? Ha, ukang kredit to'la olmaydi-da. Oyijon, olib qo'ygan uyingiz bormi? Biz qayerga chiqamiz? Qizimsiz, qizim. Bankdan kredit olasizlar-da. Uy olasizlar. Ha, keyin birgalashib ishlab to'laysizlar. Yoshsizlar. Keyin boshqa katta joyda ishlaysiz. Birpasda to'lab olasiz. Oyijon, o'zi yaqinda ona bo'lgan bo'lsam, hali bolam 1 yoshga ham kirmadi. Men qanaqa bo'lsam kreditni? Qiynalib ketaysiz-da, ne? Bolangizga o'zim qarab beraman. Ishga tushib ketasiz. Menga qarang. Nima bor? 3 yil kreditda o'tirib, uy yeb qo'yadi. Undan ko'ra mazza qilib ishlang. O'zim qarayman o'g'lingizga. Xo'pmi? Keyin aytib qo'ying. Ikkinchi bolani, ko'rishga shoshilmay turinglar. Behruz maktabga chiqsin, hali yoshsiz. Qizim tug'asi keyin, xo'pmi? Rostdan ham oyijon tan olish kerak. Mani Malikam, ya'ni ayolim yaxshi pul topadi. To'g'risi, juda ham yaxshi pul topasan, boringga shukr. Agar ukam hozir alohida chiqib ketadigan bo'lsa, ishi yaxshi emas. Haqiqatan ham qiynalib qoladi-ku. Ay, hadi. Jigarsanda baribir tushunasan. Kelin yaxshi topadi. Mana sen ham endi doktorsan. Kelinlaring yoshsizlar. Birpasda to'lab tashlaysizlar-da. Endi uylarni remont qilish kerak, uylantirish kerak, ukangni ham. Hali ancha ishimiz bor, bolam. Ertaga Dilbarxon bilan haligi bankka